Bugun bundan oldingi amr ma'rufda aytganmiz. Birodar, sizni kiygan kiyimingiz agar otangizni kiygan kiyimidan qimmat bo'lsa, qiyomatda javob berasiz. Menga mashinangiz otangiznikidan qimmatroq bo'lsa, ko'ramiz qiyomatda ahvolingiz qanday. Bugun xotiningizga sovg'a berayotganingiz onangizga berilayotgan sovg'adan farq qilsa, siz ko'ring birodar. Erta qiyomatda uni javobi bor bugun. Hey, onamga bo'laveradi deymiz. U kishi eski zamonni odami, uyda o'tiradi, u kishi qayerga ham boradi deydi. Birodar, mayli hech qayerga bormasin. Mayli uyda o'tirsin. Lekin birodar, ayolingiznikidan yaxshi bo'lsin u. Chunki o ona Alloh taolo mana shularni roziligini olganligimiz uchun erta qiyomatda bizlarni jannatiylardan qiladi. Bugungi kunda ayolimizni iltimosi bittada, onamizni iltimosi 10 tada bajariladi.